Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Latifaxon aziz onajonim, siz bo'lasizmi? Ha, rahmat, ne'mat. Yaxshimisiz, salomatmisiz aziz onajonim? Rahmat, sog' salomatman, rahmat. Salomat bo'ling, bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Rahmat, minnatdormiz. Bugungi quvonchli sanalaringiz, baxt va quvonchlarga to'la bo'lgan, qarisha olgan yana bir yoshlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Istalgan uchun. Sanamga yoshlarga. Amin ajmain. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Allohimga banda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ummatlari qatoriga qo'shilgan kunlaringiz bilan chin dildan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Yaratgan Robbim Allohim hamisha sizni asrasin. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam ummatim desin. Alloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Yaxshilarga yaqin, yomonlardan yiroq qilsin. Ikki dunyoda ham saodatli bo'ling ilohim aziz onajonim. Rahmat. Anjoningiz omon bo'lsin, rahmat sizga ham. O'zimni tanishtirsam, g'oyibona bo'lsa-da siz bilan suhbatda bo'layotgan bo'lsa kutilmagan qo'ng'iroqlar loyihasi. Shu loyihani boshlovchisi Kamina Gulhayoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga siz uchun yaqin insonlaringiz chiroyli tilaklar, tabriknomalar yo'llagan ekan. Biz esa mana shu tabriknomalarni Alloh qodir qilgancha sizga yetkazib bermoqchi edik onajon. Maylimi? Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Nima deb o'ylaysiz aynan? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin ushbu tabriknomani siz uchun? Baxtiyor o'g'lim bo'lishi mumkin. Yo. Tursunboy bo'lishi mumkin. Mashalloh, joningiz omon bo'lsin. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Siz uchun bu chiroyli tilaklarni, tabriknomani albatta o'g'lingiz Baxtiyorjon akamiz va keliningiz Munojatxon opajonimiz yo'llab qoldirgan ekan. Avoyin o'g'illaringiz Tursunboy aka, Ixtiyorjon akalar nomidan, nabiralaringiz nomidan ham qabul aylaysiz mana shu tabriknomani onajonim. Joningiz omon bo'lsin. Ilohim baxtlariga salomat bo'lib yuring. Hamisha duogo'ylari, piru davlatlari, piru badavlatlari bo'lib, davralarini to'rini to'ldirib, oppoq ridolarda yurish nasib aylasin sizga onajonim. Rahmat, kuzim, rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Ijozat bersangiz endi siz uchun atalgan chiroyli tilaklar, tabriknomalari bor ekan. Uni ham o'qib eshittirsam sizga, maylimi? Mayli. Marhamat, qabul aylang. Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan, mehr ulashishdan hech ham charchamaydigan, hattoki men uchun jonini fido qilishga tayyor insonim, onajonim. Sizni bugungi shukronalik kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Meni baxtimga barcha yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Yuragingizdagi barcha ezgu tilaklarni ijobatini tilab qolaman. Yuzingizni tabassum hech ham tark etmasin. Siz borsizki, uyimizda latofa, siz borsizki, uyimizda halovat, fayz bor, tinchlik bor. Benihoya cheksiz mehr muhabbat sohibasiz onajon. Ilohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. To'lgan yoshingiz xayrli va Alloh rozi bo'ladigan amallarga serob bo'laversin. Doim shunday mehribon ona, kuchli ayol, samimiy inson bo'lib qoling. Sizni sog' salomat ko'rish bizlarni eng katta boyligimizdir. Har bir orzularingiz amalga oshsin. Yuragingizdagi har bir istak ro'yobga chiqsin. Siz bizga mehrni, matonatni, sabr qilishni, halollikni o'rgatdingiz. Bizning hayotimizda sizning o'rningizni hech kim hech qachon bosa olmaydi onajon. Sizdek onam borligi uchun Rabbimga behisob shukr aytaman. Boringizga shukr. Ilohim birgalikda Alloh uylarini ziyorat qilish nasib aylasin. Baxtimizga yana uzoq umrlar ko'ring onajon. Ilohim sog' va salomat bo'lib, 90lar bilan to'qnashib, 100lar bilan yuzlashib yurish nasib aylasin sizga. Hammamiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz onajon. Kimga armon, kimga orzu shunday inson. Alloh menga ravo ko'rgan bunday inson. Baxtliman-da, holim aslo bo'lmas yomon. Uyim to'g'ri fayzlidir onam bilan. Duo qilar bomdod mahal uxlamasdan. Shiringina kulib boqar indamasdan. Mehr bergan o'zi mehr istamasdan.
Uyim to'g'ri, fayzlidir onam bilan. Bezamasin oq sochlari, aziz boshin. G'amlar sira to'kmasin hech ko'zdan yoshin. Huzur bilan yeyaversin shirin oshin. Uyim to'g'ri, fayzlidir onam bilan. Qoyil qolar bardoshiga barcha inson. Chiroyiga boqib qolar gullar hayron. Ko'zlariga hasad qilar hatto jayron. Uyim to'g'ri, fayzlidir onam bilan deya mana shunday chiroyli satrlarni barchasini siz uchun yo'llabdilar. Sizni ham ular uchun aytar so'zlar, duolar bo'lsa ham marhamat aziz onajonim. Rahmat. Meni baxtimga uch bolaman sog' bo'lsin, o'g'lim, kelinlarim. Hamma sog' salomat bo'lsin. Tabriklarim uchun rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Ishlarida barakasini bersin. Orqamda qolsin. Hozirlarga borishsin. Allohim nimaki niyat qilsa niyatlariga erishsin. Meni yo'qlab turadi. Alloh yo'qlasin. Rahmat sizlarga. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat sizga ham. Ilohim hammalarini baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Yana bir bor biz ham chin dildan tabriklaymiz, muborakbod etamiz bugungi ayyomlar. Shukronali, shodiyonali kuningiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat aziz onajon.